Тебя никто не просил, вас ogohlantirishgan-ku. Yo, sen kimsan? Kimsan? Mayli qo'yavering, o'zimiz tushuntiramiz. Qo'yavering. Qara. Men shuncha qiynalib kilosi bosdim, olib tashlayman men. Shuncha odamlarga sut beryapti, go'sht beryapti. San Kimga? odam Kimga beryapti? Odamlar go'sht, sut qatiq yetkazib beryapti do'konlarga, qo'y. Shuni yarasha pul olyapti-yu. Ha, yarasha pul olganlar moliga yeb kerak-ku. А что, я должен бесплатно что ли делать? Ular qilaverma, qo'y, o'zingni bos. O'shani tozalash kerak. Дурить голову бить не Endi hamma narsaga Baqiraversan. Шла, Анжела, так Baqiraversan. работай. Baqiraversan, hozir uchastkovoy chaqiraman, bo'ldi. Sen yashasa degan yo'q bu. Uchastkovoy chaqirishga. Baqiryapti-yu, haqqi Sani yo'q-ku. so'kkan yo'q-ku. So'kkan yo'q san. Участковыйлар keladimi, yo'qmi? Приедет ваши, нет? Иди домой, зайди, Эдем. Xudo xolasa, Edim aka, o'zimiz gaplashamiz, boring. Kim bo'shaydi? Daraxt ekamizki. Cho'tga qilib daraxt ekamiz. Всё, men уже bahordan beri men mazgimni yetardi bu. Кого хотел с Ташкента привезти? С Ташкента привезти. Приехали, сняли фотку. А что нас не позвали? Они приехали, сняли, все Пускай ушли. приедут, тогда нас позовут. Анжел, нам как жить? Ты мне скажи, нам как жить? Мне что, с голоду умереть, что ли? Или А чё мне Зукур же делать? дома У меня дома сделал? нету. Дома у меня нету. Что мне делать? Что ты Или, блядь, повеситься уже в конце-то концов. Не дай бог вот это в YouTube закинет, я на тебя заяву напишу, смотри. На тебя тоже управа найдется. Только Бога бойся. Успокойся, живи Аллах. своей жизнью, успокойся. Бога Анжела. Вот бойся. уберешь, я Нам не успокоюсь. так тяжело без тебя. Bога бойся. Qo'y endi. Qachon olib qo'yadi aka? Oladi. Qachon? Davlat aka oladi. Qachon oladi? Aniq tunni aytinglar, qachon oladi? Texnikasini topsa Qachon? oladi. Qachon? Joy topsa oladi, ishga olib kiradi. Bo'ptimi? Yana cho'ziladimi? Ha, cho'ziladi, lekin oladi. Aytyapti. Men sizga yozib bilan aytdim, Davlat aka, ikkalangizga borib aytdim. Aka, bosmasdan yig'ishtiraylik dedik. Texnika yo'q dedingiz, texnika yo'q dedingiz. Tozalab qo'ydikmi chiroyli qilib? Texnika yo'q Какой бардак был? dedingiz. Ты мне скажи, я сколько денег Musorxona bo'yotdik-ku, tozaladi. Не за мой мусор, его Unga ko'ra rahmat deyishdi. был, я деньги Shu odamga отдал. rahmat deyishdi, o'rniga shu. Nimaga men rahmat deyishim kerak? Olganlar rahmat deb ketyapti-ku menga. Spasibo, говорит, Enver. Вот здесь сколько говна было, ты убрал, говорит, за свой счет. 3 milliondan oshiq pul ishlatib bola texnikaga. Hammani o'zi yama kim kovlagan? Hech kim tozalamasa ham shu Это не я делал. Mana shuni hammasi chiqdi. Мы кидали здесь. Men Кто-то выкинул, я убирал. cho'ntagdan to'ladi, shuni ko'rdim men. За миллион он там липкер заказал. За Agar КамАЗ shu за 6 qilmagan соток bo'lganda платил. aytardim, hozir qattiq so'kib tashardim buni. Qilyapti-ku xo'p deb hamma aytganimizni. Aptashinglar bu Oladi. Davlat aka. O'zingiz bilasiz, hamma yoqda rasvo chiqyapti. Voy, o'sha rasvot chiqqanini to'g'riladi-ku bu. Sen to'g'ri tushungin endi. Hidi kelyapti-yu. Hidi Что тебе? kelmayapti. Это идет там, что ли? Сколько человек Voy, endi прошло, sen сейчас, odam говорит, не tushunding воняет. san ham. Men tushunmayman. Na prinsip. Mayli, o'zing bilasan, lekin yaxshi ish qilmayapsan. Nima qilishim kerak? Tozalash kerak. Faqat haqorat qilasan, boshqa qilasan. Men haqorat qilganim yo'q-ku sizni. O'zing ham qilganing bor-ku. Kimga? Bularga qilganing bor-ku. Qani haqorat qilganim? Mayli, joyi keladi, aytishadi bular, ko'rsatadi. Qani haqorat qilganim? Mayli. Время придет, и мы тоже это скажем. Что Анжела. татар задел? Татар, Борджайга хатар бар. Menim uyumda chiqmadi. Татары тебе что плохого? А я вам что плохого сделала, если подписали? Вы первый начали? Ты первый начал. Ты первый. Sen to'xtaganda sen bularga gapirma. Когда ты сделала, мы заплатили вот это, я потом сказал, пускай молча приходит и молча уходит. Я А вы же сказала. Sen подписали. gapirma bularga. Я вот это сказала я. Нет, вы подписали. Вы же подписали. Я сказала, Она здесь не живет. А ты не живешь в данный Яна. момент? Uyingizga kiring bo'ldi. Не живешь. Bo'ldi, uyingizga kiring. Ты здесь выросла. Где твоя прописка? Везде прописки. Где? Baqirmasin Davlat aka, ona prinsip ketaman Senga yomon shahardan gapirdim, tashlab. tushuntiray. Я больной человек. Я тоже больной человек. Ты не похож на Да, больную. вы тоже не Bo'ldi, похожи. uyga kiravering. Boring. Иди нахрен. Boring. Тебе только туда и дорога. Если ты не понимаешь ты. Sen odam tushungin-da endi sen ham. Yo'q, tashinglar bo'ldi. Bo'ladi. Qachon? Ketdingmi? Совесть имей, Анжела. Да, пожалуйста, успокойся. От этого ни жарко, ни холодно. Ты не разбогатеешь, не обеднеешь от этого. Ты Бога бойся. Видишь, сколько я здесь почистил, сколько я денег заплатил. Это я здесь не сорил, понимаешь?
И там я почистил. Когда яму делал, там я тоже почистил. Там же твой же навоз стоял. Моего навоза там Там нет. же вы выливали навоза же. там не Там был твой навоз. Вы Твоё туда какое делали. дело это? Чей навоз это был? Вы же туда делаете. На поле взяли этот навоз. Нам кластер Я сказал, надеюсь. собирай здесь навоз, я заберу, сказал. Мы вот здесь навоз собрали. Qanaqa odam bu, vasha tushunmaydi-ku. Men vasha hayron bo'laman. Biz uyimizda yeb, ichib, shu yaxshi. На принцип. Сделали вы же? На принцип же вы сделали? Экология к нам послала, потом мы на принципе написали. Когда тебе можно... Летом экология пришла наша, оштрафовала. Зачем ты послала экологию? Вопрос. Экология не отправляли. Они, Как его это- они отправили, да, видео отправили. Jonga tegdi, звонит qilyapti, tinch deylar. Я хакимият поехала. Вот экология приехала, нас оштрафовала. А кто ты такая? Кто ты такая, мне вопрос задай, кто ты? Я махаля вот против тебя будет. Не обижай, я тебе честно скажу. Вот сейчас Пускай. эта женщина Участковый проходила. Hamma o'ziga Жалоба qilamiz. gapiryapti. Qara, sal o'zingni bos, iltimos. Xo'p, olib qo'ying, men bosaman joyim. Bo'ldi. Bo'ladi. Bo'ldi, ishini qilib oladi. Вот тоже посторонний человек. Mana посторонний yana человек. bitta keldi. Hop. Это не посторонний человек. Nima qizig'i bor Tanishib bormi bu yerda? Nima qilasan bu yerda? Tanishib bormi bu yoqda? Yo'qmasmi o'zingda? Odil aka qo'ying, sizga hech kim aralashmadi. Siz nima mashinangizdan kelib aniqlayapsiz? Shu narsani. Siz nima aralashyapsiz? To'g'ri, nima bo'lasan? Nima foydasi nima? Foyda Daraxt ekiladi, toza bo'ladi. Xuddi ko'cha napri toza bo'ladi. Собери вон там 10 человек, пускай придут, скажут, Энвер Опташа, Смахали, 10 человек, пускай придут ко мне. Я у всех уже спросил, Энвер, Sanga rahmat, foyda tegyapti, zararing tegmayapti говорят. butun mahallaga tashib qilyapsan, lekin bor-ku. Olib tashlash kerak, bo'ldi. Sen nima Uxlat ekologik eting. ishlaysansan? Men daraxt kesmagan bo'lsam aka, musor yoqmayotgan bo'lsam, misol uchun, o'tgan safar keldinglar, mana shu tozalab qo'ydim aka. Мусор, мы заем на машину bilan. Shtraf to'ladi. Biladi hammasini. Bo'ldi, jarimaga ham Siz tortdi. esdamisiz? Ha, ekologiya keldi, shtraf to'laydi aka. Mana shu xotin jo'natdi. Bo'lmasa mana top toza qildik. Fermada qancha Yo, odamlar misol uchun davlat foydalanyapti. Mana chorva qilyapti. Otasiga rahmat, otasiga rahmat. Qilyapti, bu qilyapti. Chorva qanaqa? Chiqarganmiz bir narsa o'ylab, bir narsa ishlab. Chorva chiqarsa, uyda chiqarsin. Baqirmang. Siz nima menga baqiryapsiz? To'g'ri aytyapti, endi salomini to'g'ri tushunganda. jonga tegdi. Odil aka rahmat demaydi, chuqur kovlaganingizni indamadiku. Aytur, Ha? kimga bor boshqasiga aytib, Ha? kovlagan tekstlab qo'yganmiz bu yerda. Ha, bo'ldi-da. Мы почистили, все убрали. Tinchlik buzyapsan. Men tinchligimni buzmayapman, men olib tashlasin dedim. Yo'q, hali bor olib tashlashga bor, hali bor. Бахарда, закончится вот это. Olib Деревья tashlashga. посадим, все. Больше ко мне пускай не подходит. Я тоже парадоксально Oxirida kelasizda ko'rasiz. Mana shu yerda o'zim gullataman. Bu pavloniymi, tutma, akatsiyami bor pulimga sotib olib ekaman, aticha. Na prinsip borki, mana shunaqa qilishyapti. Mana shu yerda polni egallab emas, polni nima qilaman-da? Yashil makon qilib beradi. Yashil makon qilib beraman, aka zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Setka bilan to'sib. Bizga iltimos aka, sharoit qilib beringlar. Mana shu bahorga chiqib olay aka. У меня дома нету, понимаете? Men uy olishim kerak. Pulim yo'q. Uchta Aka, kelin bitta uyda turadi. chorva qilib, hozir bahorgacha xudo xolasa bir narsa qilib uy olishim kerak. Men nima endi ochdan o'lib ketay? Мне что жить надо как-то, aka? Bo'ladi. Davay, olib tashlaylik. Qachon? Ayting. Qachon ayting Dilshod aka? Qachon? Bahorga cho'zilmasin lekin. Dekabrgacha olib tashlang. Bo'lmasa dal ishga ketaman.